Hazreti İsa 12 shogirdini yeniga chaqirib, ularga jinlarni haydash va har xil og'riq saqlarni saqlash huquqini berdi. Bu 12 shogirdining ismlari undaq: Petrus debmi atalgan Simon va uning inisi Ender, Zebediyning o'g'li Yaqub va uning qarindishi Yuhanna, Filip ve Bartolomay, Thomas ve Bajgir Metta, Alpay'nın oğlu Yakup ve Taday, Vatanperver deb atalgan Simon ve Hazreti İsa'ga tatqulluq qilgan Yahuda Iskariyot. Hazreti İsa bu 12 shogirdini xalqning orasiga avatishdan avval ularga mundaq topildi: Yahudi emaslarning zeminlariga bormanglar, Samariyaliklarning shaharlariga bormanglar. Uningdan ko'ra Xudoning yo'qolgan qo'y podilari, ya'ni Isroillar orasiga beringlar. Borgan yeringlarda Arishning podshohligi namoyon bo'lish oldida turdi deb jakarlanglar. Kesallarni saqaytinglar, o'liklarni tirildiringlar. Vahav kesallarini saqaytinglar. Jillarni haydivetinglar. O imtiyozlarni haqsiz olgan ekansizlar, haqsiz ishlatinglar. Hem yaninglarda oltin, kumush va mis pullarni elib yurmanglar. Safarga chiqqanda ne xurjun, ne birer ortiq ko'ngilak, ne oyoq, ne hasa elib olmanglar. Chunki xizmatkor kimga xizmat qilsa, shuningdan ish haqi ilishqa haqliq. Birer shahar yoki yezg'i bo'lgan vaqtinglarda oldi bilan u yerda seni qabul qilishni xohlaydigan kishini izlab tepib, u yerdan ketishcha shu kishining uyida turinglar. Birer uyga kirganinglarda ularga omonlik tilanglar. Agar u oyildikilar seni qabul qilsa, ularga tilagan omonliginglar ijobat bo'ladi. Agar sizlarni qabul qilmasa, tilagan omonliginglar o'zinglarga yonadi. Sizlarni qabul qilmagan, so'zinglarni anglamagan kishining uyidan yoki shu shahardan ayrılganinglarda ularni ogohlantirish uchun oyig'inglardagi to'pini qiqivitinglar. Bilib qo'yinglarki, bu shahardagilarning qiyomat kuni tortadigan jazosi Sodom va Gomorra shahridagi razil kishilarning tortadigan jazosidanmi og'ir bo'ladi. Mana men sizlarni qo'ylarni bo'rilarning orasiga avatgandek avatman. Shunga yilondek sezgur, kaptardek sodda bo'linglar. Kishilardan paxas bo'linglar. Ular sizlarni tutqun qilib, sotga topshirib beradi. Ibodatxonalarda qamchilaydi. Sizlar menga ishonganlar uchun vali va podsholar oldiga elib berilib, so'roqqa tortilasizlar. Bunun bilan ularning va Yahudi emaslarning oldida mening guvohchilarim bo'lsizlar. So'roq qilingan vaqtinglarda qanday javob berish yoki nima deyishsin andish qilmanglar. Chunki u chaqda qildigan so'zlaringlar sizlarga nesib qilinadi. Sizlar o'zinglar so'zilmaysizlar, balki arishdagi otanglarning ruhi sizlar orqali so'zlaydi. Qarindosh qarindishiga, ota bolasiga xoinlik qilib, ularni o'limga tutib berdi. Balalarmu ota-onasi bilan qarshilashib, ularni o'limga ittirdi. Menga ishonganinglar uchun hamma odam sizlarga o'chmanlik qiladi. Lekin oxirgacha bardoshlik berganlar jazman qutqizildi. Ular sizlarga bir shaharda ziyonkashlik qilsa, yana bir shaharga keçib beringlar. Bilib qo'yinglarki, sizlar Isroilning butun shaharlarini orlab bo'lguncha inson o'g'li qaytib keladi. Shogird ustosidan, qul xo'jayindan ustun turmaydi. Shuning uchun shogird ustozidek, qul xo'jayindek bo'g'iniga qanoat qilsin. Ular uyning beshi bo'lgan meni jinlarning podshoyi shayton deb atgan yerda
Uyning a'zolari bo'lgan sizlarni texmi zo'r haqorat qilmangdi. Osa bayağı karar etmedi. La bakaroy. Osa bu araba tekezin. Biroq bundaqlardan qo'rqmanglar. Chaos ichitqi yeyilmaydigan hech qanday yo'shirin ish, oshkorlanmaydigan hech qanday maxfiyatlik yo'qdir. Mazek. Osa bu karar tekezin zayza koray. La bayağı karar gitti. Mening sizlarga maxfiy aytganlarimni sizlar ochiq, oshkora aytaveringlar. Qulqinglarga pichirlab aytganlarimni xalqi olamga chakarlanglar. Maya karavati. Teninglarni o'ltirsimu, teninglarni olamaydiganlardan qo'rqmanglar. Aksicha, teninglarni jininglarni do'zaxda halok qila oladigan Xudodan qo'rqinglar. Ikki qushqochni bir tanga setib olg'ili bo'lsa-mu, lekin arishdiki otanglar bilmay turib, ulardan birsimu yerga tushmas. Sizlarga kelsak, hatto sizlarning har bir tol chechinlarningmi hisobi bor. Shundoq ekan, qo'rqmanglar. Chunki sizlar Xudo uchun nurg'ulg'an qushqochdinmi qimmatlikda. Ko'pchilik oldida meni e'tirof qilganlarni menmi arishdiki otamning oldida e'tirof qilaman. Biroq ko'pchilik oldida meni rad qilganlarni menmi arishdiki otam oldida rad qilaman. Meni dunyoga tinchlik elib keldimikin deb o'ylab qolmanglar. Men tinchlik emas, balki jidal majro elib keldim. Mening vajimdan o'g'il otasiga, qiz onasiga, kelin qiynonasiga qarshi chiqdi. Odamning dushmani o'z oilasidagi kishilardir. Ota-onasini mendinmi aziz ko'rdiganlar mening shogirdim bo'lishga loyiq emas. Farzandlarini mendinmi aziz ko'rdiganlarmi mening shogirdim bo'lishga loyiq emas. O'zining krestini ko'tarib, menga egashmaganlarmi shogirdim bo'lishga loyiq emas. O'z hayotini oyaydiganlar aksicha uningdan mahrum bo'ladi. Men uchun o'z hayotini oyamaydiganlar uningga erishidi. Sizlarni qabul qilganlar meni qabul qilgan bo'ladi. Meni qabul qilganlar bo'lsa, meni avatguchi Xudoni qabul qilgan bo'ladi. Bir payg'ambarni Xudoning so'zini yetkazganligi sababidan qabul qilganlar payg'ambar bilan o'xshash inomga erishidi. Durust odamni uning durust bo'lganligi sababidan qabul qilganlarmi shu odam bilan o'xshash inomga erishidi. Bilib qo'yinglarki, Hazreti Aysoning shogirdi deb shogirdlarim ichidagi eng arzimas biriga hatto biror ichini sovuq suv bergan kishimi jazman mening inomimdan mahrum qolmaydi.